seminar darsimizga yig'ilgan ekanmiz. Yuqorida tadbirimiz bo'ldi. Bugun mana seminar darsimiz. Lekin aynan o'sha ko'p kutubxonachilarimiz kelishmagan ekan, kelishganda juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki bu seminar har doim bo'lavermaydi. Yilda shu 1-2 marta kitob haftaliklarida o'tgan maqsad o'zingizni bilim ko'nikmangizni oshirish, uni mustahkamlash, tushunmagan narsalarni so'rash va shu bilan birga bir-birimiz bilan fikr almashish, balki bizning xatolarimiz bo'lishi mumkin. Beayb parvardigor. Ish joyida xato, kamchiliklar bo'ladi. Agar shu anaqamizda qaysidir bir xatolarimiz, kamchiligimiz bo'lsa, bemalol aytirishingiz mumkin. Tanqid bu kelajak anaqasi, mevasi. Bu narsani to'g'ri qabul qilamiz. Hozirgi so'z navbatini fondni saqlash ishlov berish bo'limi xizmat rahbari Ochilov Nargisaga beraman. Gazetalar haqida ozgina tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli hamkasblar. Bugun mahorat darsimizda masalaga o'zimizda tumanda chiqadigan gazeta bilan tanishtirmoqchiman. Bu Qibray tumanida chiqadigan Qibray Sadosi gazetamiz. Biz mana shu kelganda har chorakligini shunaqa qilib tikamiz. Bunga har bir maqolasiga alohida qilib kartochka yoziladi. Mana kartochkalar yozilib, kartotekalarga solib qo'yiladi. Mana Qibray Sadosi o'ziga alohida kartoteka qilib kartochkalarni solib chiqiladi. Shunda kimdir agar bizdan gazetaga mana shu soniga shunaqa maqola chiqibdi deb so'rab kelishsa, murojaat qilishsa, biz kartochkalarga murojaat qilamiz. Gazetani tiklab o'tirmaymizda, kartochkalarga murojaat qilamiz. Shunda qaraymiz, nomeriga qaraymizki, o'sha sahifasiga qaraymiz, hammasi yozilgan bo'ladi. Kartochkaga gazetaning maqola sahifasi deb chiqqan soni, nomeri, chislosi, sanasi, chiqqan sanasi yozilgan bo'ladi. O'sha sanasiga qarab tezda topib o'sha maqolani so'ragan kitobxonga berishimiz mumkin. Bizda qulaylik taraflari shunda, mana kartochka yozishdi, qulaylik tarafi shunda. Tez topish va maqolani kimgadir tez ma'lumotini ulashish maqsadida. Siz yillar mobaynida yig'ib yurgan nakladnoylaringizni olib birma-bir yozishingiz kerak bo'ladi. Yilga ajratib olasiz uni. 2020-yil. 2020-yilda kelgan kitoblaringizni hammasini tushirasiz bittalar. U xos xayr etib berganda har bittasini bo'limiga o'zini anaqalarigacha, nima deydi, kelgan nakladnoy nomerigacha, summasigacha, shtukasigacha yozdingizmi? Yopib rahbaringizga qo'l qo'ydirasiz. Kundalik nima? Kitobxonlarga xizmat ko'rsatishning tartibga solish, ular davomatini nazorat qilish hamda berilgan kitob va kitobxonlarning hisobotini yuritish maqsadida tutiladi. Kundalik 3 qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi oy davomida kitobxonlar tarkibi va qatnovi kiritiladi. Ikkinchi qismida oy davomida qancha kitob, risola va jurnallarning kitobxonlarga berib borilishi hisob yuritiladi. Kundalikning 3-chi qismida biz o'tkazib kelayotgan davra suhbatlari, kitob taqdimotlari, har bir o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimiz kiritiladi. Kundaligimiz 83 dona mana